Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pdan Xachapuri Pajarskiy retseptini so'raganingiz ketganingiz bugun tushunamiz. Yaxshimizmi? Onun uchun narsa kerakligini barasini videosini yozib qo'yaman. Tekst o'qib bilasizlar. Xachapuri Pajarskiy azirli ishi o'rtasidagi bir qanday sindirib olasiz, daymo xabarni shoma ma'lumotni boshqa nima deyapsiz? Siz nima yozasiz hali videoda? Bunday taqoning direktor asarlarga nima bayram olishdi.